Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh barli qarindoshlar. 7-chi o'nguna haj qilish qodir turib haj qilmaslik. Allah Teala bu haqda Sura Al-Imronning 97-oyatida qodir bo'la olgan kishilarning Alloh uchun Ka'bani ziyorat qilishi ularga farz qilindi deb aniq bayon qilinadi. Aniq bayon qilinadi. Qarindoshlar, shuningga bu meseleге naiti ahamiyat berishimiz kerak. Çünkü bu İslam'ınki 5 farzininki 5'incisi haj qilishga qodir bo'lgan kishilar haj qilish kerak. Allah rızası uchun Ka'bani ziyorat qilishi kerak. Bu bir farz. Agar haj qilishga qodir bo'la olmasa, bu meselede biz Uyg'ur musulmonlarga nisbatan haj qilishga qodir bo'la olmaslikninki sharti vatandaşlarga nisbatan bo'lsa, birincisi iqtisod jihatdan qodir bo'la olmasa, ikkinchisi salomatlik jihatdan qodir bo'la olmasa, üçüncüsü eng muhim masala Xitoy tajovuzchilari hajga bag'izmaslik jihatdan qodir bo'la olmasa, ularga bu farz mecbur emas. Ama vatan sirtidagilar iqtisod jihatdan qodir bo'la olgan bo'lsa, Saudiyaga berishga to'silmaganlar bo'lsa, bu farz. Bu farzni cho'qim ado qilish kerak. Ado qilmasa bo'lmaydi. Bu meselege dikkat qilishimiz kerak. Çünkü bu Allah Teala bizge Kur'an-ı Kerim'de iniq qilib farz qilgan mesele. Bu meselede qarindoshlar, chet eldagi barliq qarindoshlar iqtisod jihatdan agar sharoiti pishib yetilsa, hajga cho'qim berish kerak. 5 farzningki birisini ado qilishi shart. Hamda buningda ba'zi hadislarda bayon qilinganda hajga borsa anadan tug'ma holatda bo'ladi, qilgan gunohlar kechirim qilinadi deyildi. Bu intayin muhim. Shunga bu masalada ahamiyat berishimiz kerak qarindoshlar. Ömer ibn Xattob radhiyallohu anhu men har qaysi viloyatlarga, ya'ni qo'l ostidagi shaharlarga bir guruh kishilarni avassam, ular qudrati yetib turib haj qilmaganlarni izlab so'rab tepib jizya, ya'ni ahli kitobdan ilingan boj olsa deb o'ylayman, chunki ular musulmon emasdir degan. Bu Ibn Kasirda bayon qilingan. Shuningga chun bu yerda davatgan gap haj qilishga qudrati yetib turib, agar haj qilmasa, Alloh taoloninki bizga farz qilgan, ya'ni islomninki 5 farz bo'lgan bir farzni qilmaganligidan Umar roziyallohu anhu xalifa mezgilida ular musulmon emas degan. Allah Teala Sure Munafiqunning 10 ve 11 oyatlarda biringlarga o'lim kelib, Parvardigorim, nimishqa meni, ya'ni ajilimni bir oz kechiktirmading, sadiqa qilib yaxshilardan bo'lar edim deyishdan burun o'zinglarga rizq qilib berilgan narsalarni sadiqa qilinglar. Allah hech odamni ajli kelganda hargiz kechiktirmaydi. Allah qilayotgan ishlaringlardan to'liq xabardordir degan. Bu oyatga sadiqa qilib degan so'zning ma'nosini ulamolar, olimlar zakot berib deb tafsir qilgan. Yaxshilardan bo'lar edim degan so'zning ma'nosi haj qilar edim degan bo'ladi deb tafsir qilgan. Said ibn Jubayr radhiyallohu anhu mening haj qilmagan bir boy qo'shnim vafot bo'ldi. Men uning jinoz namoziga qatnashmadim degan. Mana buningda qarindoshlar haj qilishga qurbi yetib turib, haj qilmasa uningki og'ir gunoh bo'lganligi bayon qilinyotdi. Ya'ni islomninki eng ulug', eng katta xalifasi bo'lgan Umar roziyallohu anhu haj qilish qurbati yetgan odam musulmon emas degan. Ma sahobalarni
haj qilish qurbi yetib turib haj qilmaganlarning hatto jinoz namoziga qatnashmaganligini bayon qilib o'tirdi. Shuningga chet ellardagi qarindoshlar, bo'pmi Yevropada yashayotgan qarindoshlar, g'arb ellarida yashayotgan qarindoshlar qattiq diqqat qilaylik. Bu yerda yashayotgan qarindoshlarningki haj qilishga qurbi yetidi, har qanday qilsin yetidi. Qurbimiz yetib turib haj qilmasak, bu undaq gap quruq gap degan gap yo'q bu yerda. Chunki islomning 5 farzininki birisi agar qurbi yetgan inson haj qilishi kerak degan farz bu. Farzni ado qilmasak, og'ir gunoh bo'ladi. Bu cho'ng gunohni qilib selishdan saqlanishimiz kerak. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin.